Siz ham makiyaj qilganingizda po'ralaringiz bilinib qoladimi? Insonning terisi boshidan oxirigacha po'ralardan iborat. Shuni hisobiga yuzingiz kir va xira bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa makiyaj qilganingizda po'ralaringiz yana ham bilinib ketadi. Faqat yuzdagi po'ralar ba'zi bir sabablarga ko'ra kengayib ketadi. Buni yechimi esa po'ralarni tozalash va chuqur namlantirish. Bizda birinchi bosqich invartda BH kislotli penkasi bu yuzingizni chuqur tozalab beradi. Ikkinchi bosqich 12 Grabs'si yengil kislotli toneri bu po'ralaringizni qisqartirib, chuqur namlantiradi va teringizni silliq qilib beradi. Uchinchi bosqich invartda Sika kremi yuzingizni tinchlantiradi va yallig'lanishni oldini olib beradi. Po'rali yuzni quyoshdan saqlash juda ham muhim. Sizga invartda SPF ni tavsiya qilaman. Chunki quyoshdan himoya qiladi, chuqur namlantiradi va makiyajdan oldin baza sifatida ham foydalanish mumkin. Makiyaj sizni bezatishi kerak, yuzingizdagi problemani bekitishi emas. Po'ralarning kengayishi teri mani tozalashi vaqti keldi degan signal.